10%, 20% boshlanish to'lovingiz bo'lsa ham traktor qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli SN Invest mijozlari. Bizning oldingi lizing to'g'risidagi videoyimizda ko'pchilik mijozlarimiz kommentariyalarda Belarus traktorlarini qanday tartibda olish, boshlanish qancha to'lov bilan va qoldiq 6 oyda bir qancha to'lov bilan chiqishini so'rab ko'plab murojaatlar bo'libdi. Shu murojaatlarni inobatga olgan holatda bugun sizlar bilan Belarus traktorini lizingga olish tartibini to'liq ko'rib chiqamiz. Bizdan uzoqlashmang, videoni oxirigacha tomosha qiling. Belarus 80.1 traktori. Bu traktorni siz boshlang'ich 25% to'lov evaziga, ya'ni 97 million so'm bilan 3 yil muddatga har 6 oyda bir, ya'ni mavsumiy to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin. Ayrim mijozlar 30% to'lov qilishadi, 30% 113 million bilan chiqadi. Qoldiq summalar qanday to'lanishini biz videoda grafik tarzda ko'rsatib ketamiz. Bemalol pauza qilib grafikda ko'rishingiz mumkin. Bu traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 320 million so'm, konditsionerli, magnitofonli 2025-yil yangi partiya traktorimiz hisoblanadi. Bu 82.1 traktorlarimizning hozirgi kundagi bahosi 82.1 oddiy mosligi 340 million so'm, balishli mosligi 355 million so'm. Bu traktorlarni siz 82.1 oddiy mosligini 103 million bilan, balishli mosligini 107 million bilan olib chiqib ketishingiz mumkin. Bu 25% boshlanish to'lov har 6 oyda bir 3 yil muddatga. Agarda sizda to'lov qobiliyatingiz lizing tomonidan past baholansa, 30% boshlanish to'lov bo'lishi ham mumkin. 30% esa 120 million atrofida bo'ladi. Belarus 892 traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 385 million so'm. Bu traktorni siz boshlang'ich 25% 116 million bilan bir ish kuni davomida xarid qilishingiz mumkin. 30% esa 136 million bilan xarid qilishingiz mumkin. Bu Belarus 952.2 traktorimizni boshlang'ich 116 million so'm to'lov bilan 3 yil muddatga har 6 oyda bir xarid qilishingiz mumkin. Bu 25% to'lov grafigi. Aytgancha sizlarga eslatib o'tishim kerak. Ofislarimizga kelsangiz, to'lov grafiklarini yanada to'liq tushuntirib beramiz. Chunki lizing tashkiloti birinchi navbatda mijozlarni to'lov qobiliyatidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Ya'ni 25% va 30% to'lov evaziga chiqadi. Bu Belarus 952.2 traktorimizning narxi hozirgi kunda 395 million so'm. Ya'ni 2-oktyabr 2025-yil. Belarus 10.25.2 va 10.25.3 hozirgi kundagi bahosi 465 millionga 505 million. Siz 10.25.2 traktorini boshlang'ich 140 million to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin. 10.25.3 traktorini boshlang'ich 153 million so'm bilan xarid qilib olib chiqib ketishingiz mumkin bir ish kun davomida. Bu Belarus 1221.3 traktorimiz hozirgi kunda 625 million so'm. Bu traktorni siz hozirgi kunda 189 million boshlanish to'lov evaziga 3 yildan 5 yil muddatgacha har 6 oyda bir to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin. Bu traktorlarimiz 25% boshlanish to'loviga chiqadi. Undan tashqari sizda 10%, 20% boshlanish to'lovingiz bo'lsa ham traktor qilib beramiz. Uning uchun siz ofislarimizga tashrif buyurishingiz kerak yoki quyidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Sababi lizinglar sizda to'lov qobiliyatingizdan kelib chiqib 10% ga ham berishi mumkin. Faqat oylik to'lov grafiki asosida chiqadi. 3 yildan 5 yilgacha. Yillik foizi 15% dan 18% gacha bo'ladi. Bunda siz jismoniy shaxs bo'lsangiz ham traktorni bemalol ola olasiz. Ya'ni 2 dona pasport evaziga. Yuridik shaxs bo'lsangiz, hozir ko'pchilik yuridik shaxslar boshlanish to'lovini kam to'lab, ya'ni 20% to'lab, endi summasi qaytgandan so'ng 3 oy, 4 oyligini yopib, kvartalniga o'tib olishyapti. Bemalol siz umidingizni uzmasdan, misol uchun 82.1 traktorga 70 million mablag'ingiz bo'lsa ham ofislarimizga keling, imkon qadar yordam beramiz. Albatta to'lov qobiliyatingizdan kelib chiqib, MIP, soliq, kartotek muammolari bo'lsa ham bemalol siz 25% boshlanish to'lovi bilan 6 oyda bir
aynan fermer xo'jaligingizga rasmiylashtirishingiz mumkin. Bunda ham yordam beramiz. Meni qarzim bor deb o'ylanib o'tirmang. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Ko'pchilik mijozlarimiz bizga obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Sizdan iltimos qilib qolamiz, bizga obuna tugmasini bosib qo'ying. Bizga bu yanada katta motivatsiya bo'ladi. Kelgusi videolar nima to'g'risida chiqishini xohlasangiz, agregat deysizmi, traktor, haydov traktori kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Biz albatta sizning fikringizni inobatga olamiz. Bizdan uzoqlashmang. Quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Barchaga xayr.